Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlarimiz, barchalaringga Jidakapamiz ahlidan alangali otashin salom. Bugungi darvozamiz albatta Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida sanoat zonasida yurib kelayotgan Burxoniddin nomidagi sexga keldik. Ishlarimizni sifatiga, kafolatiga, o'rnatishiga hammasini Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha bajonidil ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Mana darvozalarimizni ko'rib o'tirasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, musofirda yurgan akalarimiz, ukalarimiz, albatta musofirda yurib uy-joy qilayotgan akalarimizga ham albatta Burxoniddin nomidagi darvoza sexlaridan chiqayotgan darvozalardan akalarimizga albatta taklif qilamiz. Ishlarimiz, darvozalarimiz albatta sifatli, hammasi kafolatda. Bizni kuzatishda davom eting, biz davom etamiz. Ustalarimizni darvoza qilayotgan jarayonni ham Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha kuzatib olib, mana olingan hozir darvoza kirib ketyapti, mana ketdi. Sekin albatta ustalarimizdan ko'rsatishga davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. 2025 darvozalari usta o'zi bilan birgalikda ketdik, kuzatishda davom eting. Biz davom etamiz. Albatta ustani o'zini qilayotgan mehnat jarayonini o'zidan bajonidil eshitamiz jonli efirda. Ketdik. Bizni kuzatishda davom eting. Shoshamiz, ustani vaqti yo'q, chunki zakaz ko'p. 2025 fasonda hozir narxlarni, sifatlarini bilib o'tamiz. Azamjon, hormang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormang. Sizmisiz? Xalqimizga xizmat qilishdan charchamayapsizmi? Darvoza fasonini bir yaqindan tanishtirib o'tsangiz, kvadrat metrlari. Bu 2025 yangi fason. Hop. Kvadrat. Hop, yondorlar 10 ga 5 ta bo'lgan, tagi shiylar. Hop. Buni shumkali 3 qavat to'liq ishlangan. Yaxshi, Xudo xolasa darvozalarimizga ishonch va sifatga kafolat beramiz, Xudo xolasa. Kafolat beramiz. Bu xalqimiz uchun, uni bizni kuzatib yurgan akalarimiz, musofirda yurgan akalarimiz yangi uylarga, yangi darvozalarda o'rnatishda albatta havas qilishadi. Musofirda yurgan akalarimiz albatta bizni kuzatishda davom etib orada like bosib qo'yish esdan chiqmasin. 2025 darvozalarga murojaat uchun telefon raqamlarimizni albatta qo'yamiz. Hashimjonga Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yaqinroq tasvirchimizni yaqinroq taklif qilamiz. Biz albatta kutilmagan holatda kirib keldik. Chunki ishni bitganda emas, shu boshlanishdan ko'rish kerak. Qanaqa holatda bitayotganini mana xalqimiz uchun taklif qilamiz. Klient ko'pligidan o'zimiz mana darvoza tushiryapmiz. Haydang aka. Xalqimiz xizmatidamiz mana, Xudo xolasa. Bizda mana usta o'zi bilmagan holatda kameraga olamiz. Sekret kameradan. Ketingiz siz bo'lib qolishingiz mumkin. Ketdik. Ketingi darvozamiz mana Qara nomi bilan atalgan darvozamiz. Darvozalarimiz Xudo xolasa hammasi ishonchli va sifatli. Albatta Toshkent fasondagi uylarimizga, albatta uylarimiz haqiqatan Toshkent fasonda bo'lgan ekan, chiroyli tushgan ekan uylarga albatta bunday fasonlarga darvozani zo'rini ko'rsatamiz. Hurmatli yurtdoshlar, yana bir xonadonga yetib keldik. Toshkent fasondagi darvozalarimiz albatta mana remont bo'lgan holatda albatta bu xonadonga albatta chiroyli yarashadi Toshkent fasonlari. Mana qo'limiz tegmasdan darvozamiz mana. Bunday qilsak ochiladi misol uchun mana ketdik. Mana ikkalasi bir xil holatda ochilib boradi Toshkent fasonlarimizga. Bizni kuzatishda davom etinglar hurmatli yurtdoshlar, biz davom etamiz. Qani ketdik. Hurmatli yurtdoshlar, mana Xudo xolasa mana darvozalarimiz o'rnagan joyga yetib keldi. Yuring mana xonadon. Albatta o'zi ham nihoyatda yarashgan xonadonga mana ikki yonida archa, bir yonida gullar mana. Xudo xolasa darvozamiz ishonchli va sifatli. Hurmatli yurtdoshlar, boyaginda ko'rganlaring Toshkent stilidagi formadagi uyimizga mana darvozalarimiz bugun 4-kun bo'ldi. Uyda egalari o'zlari bilmagan holatda keldi. Chunki xalqimizga bo'layotgan ish jarayonini ko'rsatishimiz kerak-da. Albatta mana darvozalarimiz sifatiga, yopilishlariga, ochilib yopishlariga hammasiga Xudo xolasa garantiya beramiz. 15 yillik stajga ega bo'lgan ustalarimiz albatta qilishgan. Mana bugun albatta yana bir yaxshi xonadon uchastkaga qurilish jarayonlari ketyapti albatta. Darvoza zakaz qilishgan hozir Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha yangi uchastkamizga yangi darvoza, yangi fasonlarni albatta qo'yib berishga harakat qilamiz. Hormanglar. Assalomu alaykum. Ustalar hormanglar, yaxshimisizlar? Sizlar mana shu metrda ushlashni tursalar maylimi? Xudo xolasa hozir enini bo'ylarini o'lchab olsak 310 ga
Aka balandlik 360 mi? 380? Hop. Balandlik bo'ladigan bo'lsa, hozir mana goloni o'zidan olamizda, ketingi qo'shimchasini xudo xolasa qo'shib yuboramiz. Hozir bu yerda 3 metr 80 santimetr yana xudo xolasa mana xonadondagi ishlar tugab qolsa, taglari 80 santimetr ochilgan holatda shu darvozani zo'rini mana shu yerga o'rnatamiz. Shu Andijonni Shahrixon degan qishlog'iga keldi mana o'rnagan jarayonlar. Xudo xolasa albatta ham zakasimiz bor. O'sha bahonada bu o'rnatgan darvozalarimizni ham reklama qilib o'taylik. Ko'pchilik so'rashi mumkin-da, akalarimiz qilingan darvozalar o'rnagan joylari bormi deyshadi. Mana shu ham mana Andijon Shahrixon degan qishlog'iga o'rnagan, xudo xolasa chiroyli bo'lgan. Darvozani o'zlari egalari ham xursand. Ona hoji onamiz bor ekan, hoji onamiz ham xudo xolasa duodolar ishlaringning barakasini bersin deb duo qilishyapti. Xudo xolasa xalqimizni chiroyli duolari bilan xudo xolasa xalqimiz chiroyli duo qilib tursa, albatta chiroyli darvozalarni albatta sizlarning xonadonlaringga ham o'rnatishga harakat qilamiz. Hurmatli yurtdoshlar, kuzatib turganlaringiz uchun rahmat. Mana xudo xolasa chiroyli remontlarga o'sha Farg'onaning Oltiariq shahridagi o'sha boya ko'rgan darvozalaringni mana yana ikkita aka-ukalarimizga qo'yilgan, Jaloliddin akamiz hamda Kamoliddin akalarimiz albatta xonadonlarga qo'yib o'tilgan. Albatta bunday xonadonlarga bunday darvozalar Gitara nomidagi darvozalar chiroyli yarashgan. Qanaqa laykka arziydi. Ketdik. Mana xonadonlarimiz albatta chiroyli va sifatli ishlar bo'lgan. Albatta bunday xonadonlarga chiroyli darvozalarimiz albatta qo'limizdan kelgancha harakat qilganmiz. Mana remontlar ko'rishlaring mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, biz davom etamiz. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun xudo xolasa Farg'ona viloyatining Oltiariq degan joyiga yetib keldik. Akajonimizga Ilhomjon akamiz o'zlari aytganidek o'sha zakasi oddiy va chiroyli bo'lsin deganlariga oddiy va sodda qilib chiroyligini qilib berganmiz. Xudo xolasa bu darvozamiz ham albatta akamiz o'zlariga yoqqan, o'zlari tanlagan fasonda. Chunki akamizni mana telefonga mana kelin kamerachimiz iltimos qilamiz. Mana telefonimizga akamiz podsvetsin bo'ldi deganlarda. Mana telefonimiz ham albatta xudo xolasa chiroyli chiqqan. Mana darvozalarimiz ham xudo xolasa albatta sifatli bo'lgan. Uyda egalar xudo xolasa mamnundor bo'lgan darvozamizdan. 25-yildagi yangi fasollarimiz albatta ana akamizni, Ismoiljon akamizni albatta xonadonlariga o'rnatdik. Oldida nalichkalari bilan xudo xolasa darvozalarimiz ishonchli va sifatli. Bemalol murojaat uchun telefon raqamlarimizni Telegram orqali telefon qilib bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Ko'p akalarimizdan so'roq-savol kelyapti. Darvozani ko'proq ko'rsatsangiz, 2025-yildagi fasollarni chiroyli ko'rsatsangiz deyishdi. Iltimoslarga binoan mana 2025-yilda lider darvozasidan biri. Bizni kuzatishda davom eting, biz davom etamiz. Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli yurtdoshlarimiz, mana ko'pchilik iltimoslarga binoan Qirg'izistonning Jalolobod shahridan elit raqam abonent egasi soобщение yozibdilar. Lazer darvozasidan, lazer xizmatidan qanday foydalansa bo'ladi? Albatta lazer xizmati Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashib kelgan. Mana lazer xizmatlarini kuzatishda davom eting, mana ko'rsatib boramiz. Xalqimiz uchun bir chiroyli darvozalar uchun mana lazer xizmatlaridan albatta mana shu yigitlarimizga Jidakapamizning polvon yigitlardan polvon darvozalar chiqish uchun mana yaqindan yordam berishyapti. Mana lazer xizmatlari. Bu yerda yana bir bor kraskamiz darvozamizda har turdagi har xil rangdagi mahsulotlarimiz ham bor. Hozir birma-bir tanishib o'tiramiz. Hozir mana kompyuter xizmati o'sha Jalolobod aka o'sha Qirg'iziston o'sha Jalolobod shahridan o'sha akamiz iltimosiga binoan mana o'sha so'ragan xizmatimiz lazer xizmati ekan. Har turdagi lazer xizmatdagi buyurtmalarni qo'limizdan kelgancha olib bajonib bir uyingizga olib borib yetkazib o'rnatib beramiz. Chiroyli istagan holatda. Polvon darvozalariga polvon kraskalar, mana har turdagi kraskalarimiz bor. Akalarimiz ko'plab murojaat qilishadi. Kraskasini qayerdan olasizlar, lakini qayerdan olasizlar? Albatta hammasi Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Azbek hozir chataq narsa qo'shib bo'lmaydi-da. Chunki ko'p lekarni qadar yozishyapti. Darvozamizni biz kraskasi 1 yilga qolmay yo 1,5 yilga qolmay o'chib ketyapti deyishadi. Yo'q, kraskani zo'r faqat Jidakapada. Bizni kuzatishda davom eting.